Hop. Ama uxladim. Kompyuter ochiqmi? Ha, ochiq. Shamollab qolganman. Hop, albatta. Bunda ham hammasi joyida. Hop. Ketdim men. Yo, kamera yonibdi. Yo, hammaga assalomu alaykum bola, sizlar bilan men Ezo Gamer. Bugungi videomizda qishloqda yashash seriali birinchi qismini olamiz. Qani bo'lsa ketdi. Hop, endichi hop. Ketdim. Bu ag'darot meniki emas. Qalaysan Oqjitel? Yaxshi. O'zing qandaysan? Kanalingda qancha obunachi bo'ldi? Ha, kanalimdami? Yaxshi, cho'tki 264 ta bo'ldi obunachilarim bilan. Cho'tki yangilashibdi. Obunachilaring zo'r ekan. Ha, zo'r. Assalomu alaykum, mer. Yaxshimisan? Yaxshi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, mer. Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Kanalingda nechta obunachi bo'ldi? 264 ta. Cho'tki bo'pti. Obunachilaring rosa mehribon ekan. Obunachilarim zo'r. Obunachilarim har doim meni qo'llab kelgani o'zimda. Ketdim. Qishloqda bir aylanib chiqaychi. Hop, aytgancha pulim ham hozircha qornim ochmadi, lekin pulim uyda pul qolganmikin? Yo'q, pulim qolmadi. Ovqat yaxshi, ovqat bor. Hamma endi bir bo'loq menga kirka kerak, kirka. Hop, sotuvchi Jitildan kirka so'rab tursam ekan. Jitil, kirka berib tur. Nima qilasan? Ertaga qaytarib olib kelib beraman, Jitil. Kirka berib tur, pulini beraman. Ha, mayli. Olishing mumkin. Qani? Mana. Rahmat, Jitil. Ertaga pulini ham beraman, kirkani ham beraman. Ertaga pulini beraman, bu kirka menga bo'laversin. Ha, mayli. Yaxshi, endi temir kirkam bor. Jitil ham yaxshi, mehribon. Hop, endi kirkani narxi qancha ekan? Albatta 12 ming emas. Yaxshi, 12 mingni topish kerak. Ana endi mana shu yerda shaxta bor edi. Hop, shaxtaga tushib ishimni qilishim kerak. Yo, Abdushiy fakir bor ekan. Yaxshi, oxirigacha ketmagan bu yerdan. Mayli, temir bor. Temir bor ekan. Temirni o'zimga olib olaman. Lekin temir qimmatga ketishi mumkin. Ko'mir ham yaxshi. Bu ham pul turadi, lekin uncha qimmatga ketmaydi. Menimcha temir ancha qimmatga ketsa kerak ko'mirga qaraganda. Mana bu yerda temirlarni kovlab olay. O'zimni halol mehnatim bilan agarotim bo'lmasa ham pul topyapman. Mayli, endi mana bu yerdan ko'mirlarni olib olay. Mayli. Endi mana bu yerdan ko'mirlarni olib, bularni sotishim kerak. Menga ko'mir hozircha 9 ta yetadi. Endi men mana shu yerga boray. Balkim bu yerda nimadir bordir. Bu yer oxirigacha kovlanganmi o'zi? Yo'q. Nima bu? Omad keladi. Oxirdan omad keladi. Olmos. Oxir juda ham qimmat turdi-ku. Olmoslarni qaranglar. Olmos. Bular ancha bir 12 mingga ham ketadi. Yo'q, qancha 15 mingga ketsa kerak-da bu. 9 ta olmoq qanchaga ketar ekan? Endi ketdik, bularni sotaman. Menga bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Jitilga pulini beraman ertaga. 9 ta olmos, bularni o'zimda olib qolaman.
Bularni sotaman-da, qancha ishlar ekan. Ikkita ko'mirni o'zimga olib qolay uyda. U uyga kerak bo'ladi, istaman uyimni. 4 ta temir qanchaga ketar ekan? Menimcha 10 minglar atrofiga ketsa kerak. 10 ming zumrad atrofiga, 10 ta zumrad atrofiga ketsa kerak 4 ta temir. Mayli, hop, bu yerdan yiqilib ketmayman. Qatak sakrab o'tolaman. Bu chuqurdan yo'q, sakrab o'toldim. Bu orqa tarafda-ku. Mayli. Yana sakrab o'tolamanmi? Ha, sakrab o'tolaman. Ana endi sotuvchi yetilga buni maqtanaman. Yo'q, 9 ta olmos, bunga Lamborghini olamizmi? Lamborghini olsam ekan, yo'q, olmoslar qancha qimmat ketishini bo'lmaydi hech kim, yo'q. Lekin bularni yashirib qo'yishim kerak. Shunchalar ko'rsa mumkin. Uyda tursin. Mayli, keyin ko'mirlarni olib qo'yay, uyimni isitaman. Mayli, bularni qo'yib qo'yaman. Hop, mayli, endi mana bu 4 ta temir qanchaga ketishini ko'ramiz. 3 tasi menimcha 10 ming, bitta-bittaning ketsa, tak. Sotuvchi yetil, bunga temir olib keldim 4 ta. Qo'y, 12 ming. 12 mingga ekan. Yaxshi, normalniy. Rahmat. Tak, bu 12 ming oldim, 12 ta. Rahmat. Emerald. Ha, yaxshi. 12 mingni endi yetilga qanchasi? Menimcha 6 ming berish kerak edi yetilga. Yetilni ulushini 6 ming qolar ekan. Yetilga 6 ming berib qo'ya qolaman. Yetil, yaxshimisan? Mana sening 6 minging. Tak, toshli uyga tashlab qo'yaman. Xullas, yetil ketib qoldi. U yetil uy toshli uy deydi. Tak, uydan ovqat olaychi, qo'lim ochib ketdi. Hop. 3 ta olma olib olsam yetsa kerak. Shu 2 tasini yeb tashladim, mayli. Qo'lim yaxshi, lekin to'yda qo'lim. Mayli, ketdim endi toshli uyga tashlab kelay bularni, lekin xursand bo'layotganim olmosim bor endi mana. Endi mayli, bu qishloqdan bitta olmos, bitta qishloqimiz narxiga tengilmaydi. Ashta tashlab qo'yay, o'zi oladi. Endi men meroniga o'tirasam ekan, yo'q. Men olmos sotdim, yaxshi ishlatish kerak. Hop, unda Lamborghini olsam ekan, yo'q, unga yetmaydi 9 ta olmos. Lekin qishlog'imizni puli. Bitta огород sotib ola qolay, merning yoniga borib. Merning uyi. Tak, mer. Mer qani? Mer yo'q, mayli. Beraman. Yemayman. Hop. Ketdim endi, ketdim. Yo, yetil, pulingni tashlab qo'ydim. Endi pulini tashlab qo'ydim. Ana endi ketdim. Men merni topishim kerak. Ey, yetil. Sotuvchi yetil emasmisan sen? Men uni ukasiman. Men qayerdaligini ko'rmadingmi? Yo'q. Mayli. Merdan endi bitta огород sotib olmoqchi edim. Qo'lim ham to'ymadi. Hop. Kam olmaydi. Shu yerga olma vitamin bo'ladi. Tak, bitta olmosini olib merning yoniga boraman. Qishloqni sotib olaman. Bu qishloqni endi sotib olaman. Yes. Esamda mayli. Bitta огород sotib olishga qancha? 30 ta ketardi. Bu qishloqda hammasi 8 ta, 6 ta, eng qimmat narsalar 12 ta. Turadi, menda 12 taga to'g'risi. Eng qimmat bizani qishloq narxi 30 ta olmos turadi. 30 ta olmos, 30 ta izmrud turadi. Mana bitta olmosim izmruddan qimmat. Mer qayerda ekan endi?
Şapaka uyuyun işlemeye olacağını. Ya da ölmedim ben de. Ama öyle. Hop. Kışlıkta yaşa seriyalı. Bular sana her ballaslarına man. Peki gamer oldu kışlıkta yaşa seriyalının birinci kısmı tugadi. İkinci kısmı geçip görüşünce. İkinci kısmı görüş okulsayla. İşte like kılıyla ve kanalda 200 nasıl 300'de bularımız sadakalısı yakında. Vallahi hamıga rahmat. 260 takipte yapsılar. Ondan ama takipte yapsılar. Hamıga rahmat bolmasam hamıga hayır ballaslarına man. Peki gamer oldu. İkinci bu üç çıkımda koçulgan seriyal emas.